Pena bilan tonirovka qilish haqida video qilganimizda 204 k prosmotr yig'ibdi. Bundan juda boshimiz ko'pga yetdi. Unda Cobalt oldi laboy bilan ishlanganda, hozir Damas orqa laboy bilan baqa olgan holatda, top-toza qilib olgan holatda ishlab ko'rsatib berishga harakat qilaman, okalar. Sizlardan bitta kommentariy, like bosish esdan chiqmasin. Oynani to'liq holatda tozalab olganmiz. Endi bitta pena qilamiz. Damas laboyga tonirovka boshlandi. Seping zamon. Mana okalar. Bittagan uchun. Tonirovkaga seping. Rezultatni videoni oxirida ko'rsataman. Tonirovkamizni ona yotkizib oldi. Endi tarashni boshladi taroq bilan. Boshlandi ishlar. Shoshilmaydi pena bilan ishlatganda akkuratnenько. Chunki musorlar qolib ketganmiz, случайно xonani changlar tushib qolganmiz, shu taraganda pena bilan birgalikda chiqib ketish kerak. Mana okalar natija. Natija просто bomba degan joyda mana shu yerda bo'ladi. O'ta go'zal holatda tugatib oldik. Tavsiya qilaman, oyna bu tomonda bo'lganda, mo'shtada alohida bo'lganda tortishlikni oldi laboyga umuman tavsiya qilmadim turgan joyda, yonlarga, yon sferlarga tortsa bo'ladi. Tonirovkachi okaning Damas mana shu joyda muqatada mana oka. Ko'ring, как zavod chiqqan. Kuydirilganga o'xshab. Ishimiz yoqqanimizda bitta like bosish esdan chiqmasin.